Soğuk bilezik. Nahayet şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende İslam çakarlar grupsi tayyorlagan hicret tarixlaridan Soğuk bilezik degan eserini anlatışını başlaymiz. Soğuk bilezik. On ikkinchi qism. Biz Birmaning Medina ülkesi shahar markaziga yetib keldik. Saqchilar bizni cho'ng bir idora ichidagi yonho'yliga kirdi. U yerda bir qavatli do'kon shaklida ko'p uylar bor ekan. U uylar qamoqxonaning kamera uylari ekan. Boshda uchimizni bir kameraga kirib qo'ydi. Balkim 10 minut o'tgandan keyin heliqi masjidga tungan musulmon va hamrohlari tamoq va yaralangan qo'llarimizni surkaydigan dorilarni ilib kelibdi. Saqchilar biz kelishdan burun masjiddagilarga bizning kelishimizni uqtirib qo'ygan ekan. U kishilarga bo'lgan ishlar haqida so'zlab berdik. Hozir biz so'zlashishda qiynalmaydik. Chunki bu tunganlar Xitoy tilini biletdi. Ular Jamal hojimning turmada ekanligini aytib berdi. Biz chegirda tutilgandan keyin saqchilar shopir orqali bizga yordam qilgan bu ansorini izlab tepibdi. Ondan sen pasporti yo'q kishilarga yordam qilibsan deb so'lab qo'ygan ekan. Bu gaplarni anglab ko'nglimiz bekmi yerim bo'ldi. Shundoq so'zlashib tursak, bir necha saqchi va bir xitoycha tarjimon keldi. Ular uchimizdan xitoycha bildigan kim bor deb so'rab, meni bilgandan keyin men ilib so'roq uyga kirdi. Ular bizni nadin kelgan, nimishqa kelgan, qandoq kelgan, qachon kelgan, nimada kelgan, qaysi tarafdan kelgan, bularning hammasini so'rdi. Men biz ilgir deyishib olgan shaklda hamma gapni rostchilik bilan dedim. Ammo ular hamma gapga ishongan bo'lsa-mo, bizning Xitoydan kelganligimizga qat'iy ishonmadi. Sen Xitoycha bilsan, ammo ikki do'sting nimishqa Xitoycha bilmaydi. Sen Turkiya deydi. Men, "Yo'q, biz Xitoydan keldik" dedim. So'roqdan keyin meni ho'yilning qarshi tarafidagi eski bir kameraga solab qo'ydi. U yotoqda hech narsa yo'q ekan. Nima deyishimni bilmaydim. Men bolalarni to'lab chaqirsam, ular ovozimni anglab javob qaytardi. Ammo men ularni ko'ra olmadim. Men quruq yotoqning bir bulungida o'ltirdim. Yotoqning chirqi sirtda bo'lib, yerim yo'riq tushib turardi. Yon tarafda kichik bir uy bor ekan. Berib qarasam, turab ketgan hojatxona ekan. Atrofida har xil hasharat, o hasharatning atrofida cho'ng kichik keslanchuklar bor ekan. Yurakim shurkinib ketdi. Asta o'rnimga berib o'ltirib, xuftan namozini o'qidim. Namozdan keyin qarasam, chiroq yo'riqi bekrak tushgan o'rinning hammasi keslanchuk bilan to'shib ketibdi. Tova, bu hayvonlar uyning to'rsiga chaplashib yerda mangandek mangalaydi ekan. Men qo'rqqanimdan qattiq varqirdim. Birozdan keyin bir saqchi keldi. Men ishorat bilan to'rsidagi va hojatxonadagi hasharatlarni ko'rsatdim. U saqchi ketib, bir chilak suv bilan bir kichik cho'gini kepti. Menga berib kulib qo'yib ketib qoldi. Ammo mening qo'rqinchim tex ketmagan edi. Yana varqirsam, menga miltiq ko'tirib kepti. Varqirsam otaman deydi. Asta o'rnimga berib, ko'zimni yumib o'ltirib oldim. Kecha mushu holatda tong otdi. Bomdod namozdan keyin tong suzilishi bilan heliq hasharatlar yo'qolib ketdi. Atiganda heliq masjiddagilar bizga yotadigan ko'rpa, jaynamoz, Qur'on va tozliq buyumlarini ekapti va boshqa yana bir chilak suv ekapti. Masjiddan hukumat orqali maxsus bizga 3 vaqt tamoq o'rinlashtiribdi. Ammo ular bizning zodi qayerlik ekanligimizni aytishimizni talab qildi. Ular davomli sizlar Turkiyadanmi deb so'raydi. Bizni ular qandoqsiga Turkiyalik deydigandi deb ajablanibdi. Aslida bularning bizni Turkiyalik deyishiga sabab bo'lgani mening ikkinchi qatim chegaradan qo'g'lab chiqarilishimdagi tarixim va boshqa isbotlar bor ekan. Ikkinchi va uchinchi kuni yana saqchilar o'xshash savol bilan so'roq qildi. Keyin bir qatim sotqa bordik. U bu yerga yetkazgan 7-kuni bo'lib, juma kuni edi. Uchimizni uzun zanjirga bog'ladi. Qo'llarimiz tex saqlaymagan edi. Shunga ko'yza salolmadi. Bizni uchoqli motor bilan 4 soat sotqa ilib bordi. İnşallah sot meydanını keyinchi tafsili so'zlayman. Balkim dushanba kuni bo'lsa kerak. Men Xitoy konsulidan deb bir yosh Xitoy kelibdi. Uningga biz Jungo Xinjianglik deb hammasini deb berdik. Bu 4 Xitoy Kunming shahridagi Jinjiang noyasi deb bilib, Xinjiang degan yerga Jinjiang deb yozibdi.
O Xitoyning Jinjiang noyasidan bizning arxivimizni topolmay, bular Xitoylik emas deb isbot chiqarib beribdi. Endi ishning cho'ngi chiqdi. Shuningdan keyin birasining biz bilan kori bo'lmadi. Men shu keslanchiqlar kamerda yolg'iz yetyotdim. Bu jarayonda tunji bo'lib Qur'ondan suriyasini yod oldim. Endi dinni o'rganadigan vaqtim kelgan bo'lsa kerak deb o'ylaydim. Bir kuni kechda nurg'un odamlar qamoqxonaning hovlisiga keldi. Hammasida ko'ni miltiqlar bor edi. Qarmoq bu odamlar partizan askarlarga o'xshaydi. Asli ular tog'da yashaydigan bandit qaroqchilar ekan. Ular taslim bo'lib tutilgan ekan. Ularning qurollarini bir-birlab tizimlab yig'ib oldi. Keyin yandagi kameraga hammasini so'lab qo'yishdi. Varang-churang ovoz, ba'zida tushunmasimi, tovushlarni anglash zerikishni pasaytdi ekan. Biz ikkinchi juma yana sotga bordik. Sotdan qamoqxonaga 1 soat atrofida yo'l yurib, oldin kelatdik. Shu kuni sotdan yenib yo'lda kelgach, "Hey qarindoshlar, mushtobda buloqmanti bo'lsa bir yegan bo'lsam" desam, ballar kulib ketdi. Ammo bu mumkinmi? Biz nada? Texi qaysi kuni o'limdan umid kutgan edik. Endi buloqmanti deb kulishdik. Biz kameraga qaytib kelganda, haliqi davomli tamoq ekildigan masjidga tungan bizga tamoq elib kelib saqlab turibdi. Uning nima tamoq ekanligini bilamsiz. Alloh bilan qasamki, u har birimizga 4 dan oq qog'ozga o'ralgan buloqmanti edi. Biz ko'rib hayron qoldik. Tova, ko'zlarimizga ishonmay turib, "Bu nima? Nimishqa buni ekeldim?" degan savol so'rab ketdi. Haliqi tungan ayolim jungoliklar hornanga amroq deb tayyorladi deydi. Tova, biz texi bir oz burun xiyol qilib kulishgan va bu hargizmi mumkin emas deyishmaganmi to'q. Biz Allohga hamdlarni aytib bir oz g'amkin bo'lishdik. Chunki bizga mumkin bo'lmagan bilan Allohga oson emasmi? Soqchilar kameraga haydidi. Men g'erib kameramga, ikki qarindishim o'z kameralariga kirib ketishdi. Hijrat jarayonida bu ko'rgan mo'jizdek ish men uchun tunji qitimliq emas edi. Kundan kunga Allohga bo'lgan sevgim kuchlanib beryotdi. O'zimga men Allohga nimalarni qilmagan, endi Alloh uchun bunchalik qiyinchilik nima edi? Bu tortgan qiyinchilik sababi bilan gunohlarim yuvilsa kashki deydi. Biz bu qamoqxonada qanchalik turdik bilmayman, balkim 7-8 qitim sotqa bordik. Bu oraliqda soqchilar bir qitim bizni sal qattiq so'roq qildi. Men yana biz junguliq, mening kimligim bor, uni chegara soqchilar ilib olgan dedim. Biz bu qamoqxonadan yutkilishdan bir necha kun ilgari Xitoy konsuldan kelgan heliq Xitoy mening kimligimni ilib keldi. Sizlarni aniqlab topdik. 10 ming dollar bersanglar Xitoyga yo'lga selib qo'yamiz deydi. Bizni pul nemish qildi. Hammani chegara soqchilar ilib olgan tursa, Xitoy gapimizni anglab ketib qoldi. Bir kun ketsa yan kameraga so'langan banditlar eshikdan qandoq chiqdi? Qurol bar iskratga kirib, qurollarini ilib olib, navbatchi soqchini etib o'tibdi. Bizmi o'q ovoz bilan uyg'onib ketdik. Ular xili uzun bir-bir bilan yetishdi. Bu yer soqchilar bilan to'shib ketgan edi. Soat 7lar atrofida bizni cho'ng qor mashinasi silib sot maydoniga opardi. Bu yerda birdam turgandan keyin boshqa yerdagi bolalar qamoqxonasiga opardi. Bu yerda kichik bolalar bor ekan. Bu yerda necha soat turgandan keyin bizni ilib chiqib, uzun yo'l yurgandan keyin cho'ng bir turma oldiga kelib tushirdi. Mana bu turma davlatlik turma edi. Mana sizlar ko'rgandek biz oxiri bu turmaga yetib keldik. Bu yerning ahvoli hammanglarga aniq. Men hikoyamni tugatdim. Endi ertadan boshlab yana bir qarindishimiz hikoyasini boshlamoqchi bo'ldi. Shunda qilib, biz bu turmada qancha uzun turdik, esimda qolmabdi. Ammo biz xili ko'p qitim sotqa bordik. Bu jarayonda men hikoyamni tugatgandan keyin boshqa qarindoshlarimni nihoyat go'zal, qimmati bor o'zlarining iymon va hijrat hikoyalarini so'zlab berdi. İnşallah men bu əsrimdən, yəni Soğuq Bileycik degan əsərinin 3-cü tomida bularning men so'zlab bergan tarixlarini bir-birlab so'zlab berman. Albatta bular mendan ko'p afzal edi. Men ulardan to'liq tuvan edim. Ularning ko'rgan kunlari, ularning din uchun tortgan musibatlari, Xitoy kofirlarining bularga qilgan zulmi, Xitoyda yotgan turmadagi vahshiy qiynashlar, bularning hammasini bir-birlab so'zlab bergan edi. İnşallah bularni yozib qoldirma. Rabbim Alloh buningga muyassar qilg'ay. O'zimizning gapiga qaytib kelsak, biz bu turmada xili uzun turdik. Ma'lum bir kun sotqa bordik. Sotqa borganda biror musulmon bizni yo'qlab kelmadi. Bizga tamoqni kelmadi. Nima bo'lgandi deb hayron bo'lishdik. Ammo sotda bizning ismlarimizni chaqirdi. Biz javob qaytirsak, "Ha, o'tiringlar" dedi. Bizmi o'ltirib qilishdik. Keyin biz sotdan qaytilgan vaqtda bizni sotda ilib qoldi. Nima ish bo'lganini bilmay qoldik. Jinoyatchilarni ilib ketdi. Keyin bizga ayrim bir mashina keldi. Bu mashinaga chiqdik. Bu mashina soqchilarning odam to'shiydigan mashinasi edi. Ondan biz birdam yo'l mang'andan keyin bizni bir turmaga ilib keldi.
Bu bizning oldingi qitim cho'ng turmaga kelishning oldida bir kun turgan bolalar turmasi ekan. Bu nihoyat vahshiy turma edi. Bu bolalar xuddi yovi eshakka o'xshaydi. O'lib qilish bilan kari yo'q yuvashni uratdi. Mahbuslarning hammasi kichik bolalar edi. Ammo bekli axloqsiz, balkim bular cho'ng odam bo'lsa ozroq bir ishlarni uqatdi. Ammo bu bolalarni shum deyishga bo'ladi. Shunchalik ablah. Biz yotoqqa kirish eshiginin oldida turdik. Bu yerda musulmonlar yig'ilib turibdi. Asli ular shu yerning ishini kutirgan ekan. Alloh subhanahu va taologa hamd sanolar bo'lsin. Bizni har yerda qo'g'digan Allohga hamd sanolar bo'lsin. Bizni o'z holimizga tashlab qo'ymagan zolim kofirlarning zulmidan qutqizgan Allohga hamd sanolar bo'lsin. Biz uchun bu yer Xitoy davlatiga qaytarilishni kutib turadigan o'rin edi. Bizni ular ko'chmanlar idorasi degan o'ringa aparmasdan bu bolalar turmasiga solgan ekan. Musulmonlarning bizga deb berishicha, bizning har birimizga sotli jarimani uchun bir pulida har birimizga 1 milliondan jami 3 million pul to'labdi. Bu pul bilan bizning bir davlatiga qonunsiz kirganlik jinoyatimiz tugatdi. Endi bizning birmida turgan vaqtimiz jinoyatchi nomida emas, faqat vaqtliq davlatiga qaytarilish oldida turayotgan mahbuslar muomalasida muomala qilinadigan o'ringa kelgan edi. Bu zindonning boshqa zindonlarga o'xshash yangi kaldaxunlarni urdigan qoidasi bo'lib, bu musulmonlar bu shumlarga pul berib bizni urmaydiganini so'zlashib qo'yibdi. Biz kameraga kirgandan keyin bu kichik shumlar bizni kutib oldi. Biz oldingi qitim kirgandek bu kamerada odam bek ko'p edi. Hatto o'tirgidek yarim yo'qdi. Bu kamermo boshqa yerdagi turmalarga o'xshash bo'lib, yana men oldingi qitim so'zlab bergandek, oldi bilan kichik qafasga kirsiz, uningdan o'milab kirgandan keyin ondan cho'ng qafasga kirsiz. U yerga kirgan har qanday bir yangi kaldaxon 4 dan 8 ni tasdiqingizga cho'qim yeysiz. Hem uningdan keyin xor holatda bu kamerada ushaq-tushak boshqalarning put-qo'llarini tutib qo'ysiz. Ammo biz cho'ng kamerning ichiga kirgandan keyin bizni shu kichik shumlarning boshlig'i bo'lgan bir shumtak qarshi oldi. Bu tex 14 yoshga kirgan edi. Subhanalloh, u bizga xo'jayin, u bizga o'ng tarafdagi bir yerni berdi. Biz so'l tarafda yotamiz, biz namoz o'qiymiz dedi. Ular teshidagi musulmonlarga bir nimalarni dedi. Ular azroq pul berdimi bilmayman, bir nimalarni degandan keyin bizga u yerni berdi. Bu vaqtda yotoqda 50 dek odam bor edi. Bu yotoq ilgirki qaraganda odam oz edi. Ammo normal hisoblanganda bu yotoqda 10 odam yotsa normal bo'ladi. Ondan biz bir bo'lingda yotdik. Balkim bu yerda bir odam normal yota oladigan yer edi. Lekin bu kichikgina yerda uchimiz turdik. Bu yerda namoz o'qiy olaydik, Qur'on o'qiy olaydik. yoki bo'lmasa biz normal paranglasha olaydik. Bu shumlar ig'izlarini yumib varang-churang qilmasala, biz bu yerda xeyli yaxshi tura olaydik. Bu jarayonda bizga masjid bilan bir odamni o'rinlashtirib berdi. Bu odam nihoyat oddiy-soddiy kiyinib olgan ko'yinchan odam edi. Balkim yoshi 55-60 yoshlar atrofida bo'lib, u har kun bizga shunday yaxshi tomoqlarni ilib keladi. Bir kun ilib kelgan tomoqi yana bir kunikiga o'xshamaydi. Bir miliqlarning tomoq yeyish qoidasida bir qachim mifan ilib kelsa, uningdan boshqa 4-5 xil qo'rim ilib keladi. Bu saylar kichik bir piyolda ayrim-ayrim qachlangan bo'lib, uni tayyorlash uchun nurg'un vaqt ketadi. Bu yerda biz 1 oy turdikmi yoki 2 oy turdikmi bilmayman. Bu jarayonda bu odam bir qitimli o'xshash tomoqni ilib kelmadi. Har kuni boshqa tomoqlarni ekiladi. Biz asta-asta bu odamning tomoqiga ko'nib qoldik. Undan keyin bu odam kelgan vaqtda yotoq pul to'laydi. Nima uchun to'laydig'ini bilmadik. Bu shumlar har qanday bir yangi kaldaxon yoki bu yotoqning ichida turganlar bo'lsin, mush yotoqda turganlik uchun kunlik pul oladi ekan. Bu yer bek meynat, nihoyat nachar, balkim hayvon turisimi o'lib qilishi mumkin edi. Bir kun u odam pul berdi. Biz buni nimaga bersan, nima uchun bersan deb so'rdik. Albatta biz u vaqtda ancha-muncha gap qilishni o'rgangan edik. O'zimizning maqsadini har holda ularga uqtira olaydik. Bu qitimliq anglitishimiz mush yerda oxirlashdi. Keyingi anglitishimizni ko'rishga sizlarni Janobi Allohga topshirdik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. نحيا به في عزة تسمو به